O eski bana satıb yok kıldı onda. O Tbilisi do'sini otiga qilib qo'ygan. Buzg'anda mana bahor klubi bo'ladi. Kino teatr bilan barlig'i biladi Orolda. Qudasi bor, bir duvar qo'shnasi bo'ladi. Buzsa shuni buzmaymi? Kino teatr bor, yerlar biladi. Buna qo'zdivorda nimalar? Boshini bunani satgan bunani. Uju magazin qurib olib, birinchi to'polon qilib, deputatlar bilan to'xtatib qo'ydi dedi. Boshqa eldir boshlab qolganda buzg'anda onu to'xtatib, ayol hukumatniki deb turib, mana ham boshqa biri sotib oldi. Qurdi-ku buni zdaniyani. Magazin qilib, chiroyli qilib solib qo'ydi. Buna da qo'zdivordi nimasi. Buna mini poli shu meni ayol hukumatni janimda. Onu da o'zini jiyani 1 million 200 ming sotdi deb uju söz bo'ldi. Onu o'zlari yilini almashtirib orqa jog'idan osti jog'idan. Buna o'zini mo'ykasi o'ziga yaqin. Shu milchaxonaning janida. Buna dorixona xudasi bo'ladi. Xudasi qilgan. Rahim berdi degan. O alishvosida xudasi mini poli qiladi deb arenda qilib, boshlanishi arenda boshlanadi bularda. Boshlangan arenda qilib boshlaydi. Buni ayradilon biz ayol hukumatga qaraydi dedi. Ikkita ferma, o 100-200 tadan novot bota. Boshqa o chegot ayol hukumatining yerinde. Pastda kanalda. Sotverdi ular uju qurib oldi. Biz ayol hukumatda erlarga aytgan yo'q. Buna uzun bak, şu bizi ayol hukumatga qaray dedi. Geldi yer. Bu üstüden bu pasinden alıngan. Bunu da elga sotib bir adamga emolar aqchasini berib bulara qildirdi. Bo'ldi ularga qilib o'tadi o'zim tuğanlar. Aqchasini bersam ham. Buna Jayit yerda Oqmozorda 2 yil murda buna uylar yo'q edi. Jayit 1 yilga beriladi dedi. Uy solib o'tirdi, bo'laverib turg'u. Ularga o'sha Jumon aka Jayit komissiyasi dedi. Ularga bo'lib turg'u buna uylar solindi. Jayit yerga qancha uy soldirib o'tasizlar? Buna o'zini magazini. Qaras. Soldirgan. Qancha qaras bergan. Bunday neyse uy soldirdi. Jayit yerda. Jayit. Buna saydı koyga soğan magazini. Buna şu çek beriladi degan. Haqmazar degan Jayit yerga qancha berib qo'yding adamga? Kaç yerde bizde Qancha almashdi? Ha? Qancha almashdi markatga? Tushunmadim. Qurilishga kategoriya qancha almashdi? Joyga berilgan yo'q. Yo'q, qanday berilgan tamsallayapti? Berilgan yo'q. Yo'q, qancha tamsallayapti tuğanlarım? Kimni tuğanlar? Sizning tuğanlaringiz. Qutulingan jo'q bilan qutulib ketadi. Mana bizga ham soldingiz. Buna o'zini Men buni talashpaysiz anda. Bu kishinikini talashganda niye bunu talashpaysiz? Bunu da şu qaynanam akasi satgan 100 mingga. Meni otamni joyida. Xudasi uchun onu tiyib. Buni labgardanga ikki jag'ini beton qo'yib qo'y 260 mingga tenderdan bitdi. Ichida bir shtuk armatura yo'q dedi. Ustalar aytadi. Ikki mashina toshmenen, ikki mashina shag'al ketgan ekan, 2 tonna sement ketgan. Ustalar aytdi ichida bir shtuk ham armatura yo'q dedi. Onda dorixona Nomon hoji degan o'zining sherigi komandasida. Bu eski bana satıb yo'q qildi onda. O Tbilisi do'sini otiga qilib qo'ygan. Tbilisi menga tom solib olgan uyi bor. Ona o'zi buzgan, detsat qilan deb qo'ygan, uni buzdirib bergan, detsat bo'lgan. Buna o Jayit yer ona ortaqalagan akani qudasini jeri. Fevral qilib uy solib oldi karakda. Xudoga shu Jayit yerga uy solgan. O'zlashtirib bermadingizmi hoji? Yetim boqaman men. Buni nega siz sottosh qo'ysiz? Bishkekka cheyin borib. Xudamiz qo'ying. Nega buni banyani sottosh qo'ysiz? Uyini cheyin borib. Nega buni teplitsani sottosh qo'ysiz? Menchik munitsipalitetning jeri ekan. Mana Jesizning bibliotekasini ko'rib qoldim. Yetim boqaman sen. Biroz aqchasini oldinglar. Buni betingizga qo'yib beryapti. Ukangiz bilan suylashdim, aqchani bergile deb 4 yildan beri baram deb atadi. Anda uyini bitirish kerak, qog'ozini berish kerak.